Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Mana qabristonimizda hali ham hashar davom etmoqda. 1-2 kun 3 kunlik qoldi, nasib etsa inshaalloh tugatamiz. Mana bu yerga kolodisimizni ham boshladik. Turba shaklida qo'yib beramiz deb maqsad qilgan edik. Mana qo'yib boshladik. Hech tashqari chiqib ketguncha shunday turba qo'yib beramiz. Bolalar ishlayapti. Kolodisda turba shaklida qo'yib beramiz. 15 tane kolodisimiz bor edi. İnşallah bugün ob-havo juda yaxshi. Ostida qolmang. O yoqlarda ham 82-yil bolalar hashara kelgan bir 15 kishi bo'lib, nasib etsa o yoqdan hozir xizmat qilaman videoga. Tamam. Ozgina. Sizga to'g'rilab ket. Domola. Qo'lga ayting. Bari oldingi reaksiyalarni sizlar. Akbaramiz. Ana ishlaydi. Bo'ldi, endi kiradi. Bu yo'g'ini keyin to'g'ri. Lom bilan surib. Mana keldi lomim. Lom olib kelyapti. Dilmurod aka lom topib kelyapti. Endi lom bilan ishirib to'g'irlaymiz deyapti. Buni endi shaxta turib bunisi devoring endi. Ha, mana. Bu yana bir kun oromgoh qabristonda hashar obodonchilik Nazarga muraxliga hammaga rahmat. Mana turbalarni qanday o'rnatishda o'ylab ko'rib bolalar hayron qolib buni qo'yyapmiz. Kerak ekan. Bu yoqda ham bolalar bor. Bu yoqda hamma tomonda 81-yil, 82 bugun guruh og'aynilar bu yoqda, jiyan bor, Feruz Akbarboy kolodisni glavni bosh yo'lida. Glavni injener bu yoq. Alisherboy. Rahmat hammalaringizga. O'rtada to'g'ri olib. Bo'ladi. Yana kamera. Siz sirib Hamid aka. Qarang u ham bo'ladi. Rastor qilib orasiga qo'yib yuboramiz. Kirmay qalamga ketmaydi. Eng oldi glavni bunday qilib. Ha, O'tamiz sekin. Ikki tarafga beton qo'yish kerak, tamom. Ola suya o'tirgan. Endi siz yoqsiz qilib Bo'ldi, ketdik. Qo'lga. Yana gildirib. Mana aslan. Gildirib. Yil birimiz bunday qilib. Ko'p ketdi qanday? Zakon. Bor. Very good. Sekin. Boyab pastda tosh qolmasin. Yana. Bir ikki. Bo'ldi, ketdik. Qalin joyga borib to'g'ri o'tsa bu bo'ladi. Buni sizga ko'ramiz, bir sal ko'tar. Qanday qanday? Joyiga buroyam. Balandligi qanday? Balandligini bilib olib keyin qilar. Mana aka o'zi oxirlarini qo'yapmiz. Xudo xohlasa 2 dona qoldi. 15 ta joylashtiryapmiz.
Hop. Niye geçsin? Niye geçsin? Bir buranız. Bu değil. Ko'proq sevib. O'ldir berdilar. Bak, hocamızda. Sal ko'tarib. Hop. Halen pasmışma. Uchi qanday bor narchik? 1, 2, 3. Ikkita qoldimi? Ikkita qoldi. Ikkita ham ketadi bemalol. Shu yergacha belgilagan o'zi. Shoshig'atda ham taka. Ikkita mana bu. Tosh tarafga ketadi. Tosh bosmadi. Qo'y baringizlar. Mana shu yoqqa seroyga chiqarib buramiz. Buramiz. Torting o'g'lim. Tort. Bor hali. Ha, iyi. Ketganmiz. Shuni kerak. Tarafga biz buramiz. Hop. Yana bir reys. Voh, takror qilmayman. Metrlar bo'lmasa ham 12 yarim. 13 metrga joqim. Katta kalovchi deb baland. Qo'ygan nima qil? Mayli. To'g'ri indirganimiz bo'lar-ku mana shu. Ha, buramiz. Bo'ldi, tosh qo'y. Koni bo'ldi. Gap yo'q. Nimasi qildi? Mana endi salafdan kerakda ustiga Hech nima qilmay chiroyli bo'lib qoldi nasib etsa inshaalloh. Mana tugatdik. Dilmurod aka tugatdi shuni. Savobini o'sha urib ketdi. Hamma qiziqib yotibdi. ichini ham oldingmi? Ha, ichini ham. Bo'ladi. Ichiga hamma endi sal Rossiya ko'rgan. Shu sal burilganmi? Bir ikkita sal burilgan ekan. Mana 40 yil oldin Mariya, boshmi, buni yerda simillashga ketyapman. Ha, albatta.